Assalomu alaykum. Muqat Qorijimatov kanali qatorchilari. Bugungi juma 2022-yil 23-dekabr kuni biz jumadan albatta savmestlar tanishtiramiz. Tushki tomonda tatlı demoqchimiz. Qayerda bo'lsa da like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Bugun rubl ko'tarildi, tushdi, shu yerda ma'lumot olib beramiz. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Bugungi juma namozida qabul bo'lsin demoqchimiz. Baringizlarga Muqat Qorijimatov kanalida ham sening xizmatingizda bizdan olsa like bosib, komentar yazıp koyunuzlar. Assalamu alaikum hurmatli tuganlar. Biz İslam Bank İslam Bank'ta 85 so'm 70 tiyin dollar, 91 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 20 tiyin rubl ekan hurmatli tuganlar. Rubl sal ko'tarilib qolibdir. Hurmatli tuganlar, biz hozir kompaniya bankda 85 so'm 50 tiyin dollar, 91 so'm 30 tiyin euro, 1 so'm 20 tiyin bu yerda da shunday ekan hurmatli tuganlar. Rubl bugün sal ko'tarilib qolibdi hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, hozir biz Finkabankda 85 so'm 73 tiyin dollar, 91 so'm 40 tiyin euro, 1 so'm 20 tiyin rubl ekan hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, barcha yerda banklar birdek ekan. Biz hozir jumaga shoshilib ikki yerdan ko'rsatdik. Like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, juma namozlari qabul bo'lsin demoqchimiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar hurmatli tuganlar. Xo'sh, tinch bo'linglar, omon bo'linglar.